sarka ko'tarilgan yo'q. Olto'g'li o'tkir polvon keldi og'aylar, bayri Isroil qilib boshinglar. Hozir shtaka shuniki. Jen, sal orqaroqda tur. Bor o'tkiring sarkani olib kekajon. Bu bayam og'ir pul ol. Olto'g'ildan o'tkir polvonning ham hurmat qilindi og'aylar, shu zotga haydaydi hozir. To'yxonadan bir sarka yakka qilasan, bu sidratma. Rahmat. Samarqand viloyati og'aylar, Samarqand shahridan ko'p axtira üstünde prorektorlar kelgan og'aylar, yana kechigit keldi. İnsanlar kelib turib tonlarni oladi. Yana svitne televizor $100 aytiladi rahmat akalarimizga. Ulug'bek Xalmatov akamiz, Shodmonqulov Murolim akamiz kelgan kechigin kirib. Prorektorlar o'rtoqlar, har biri bitta svitne televizor $100 bilan kelgan, kelib turib tonlarini qabul qilsin. Hurmati bor. Kamazda tonu turibdi. Bir pastga insinlar. Komil aka, Alish akamizni hisobidan sarkaytaman keyingi keldi. Navbat kelyapti og'aylarga. Amakilarga rahmat Komil aka. Talab qilishimiz o'rinli. Bo'lalardan og'aylar. Alish sarkani yakka qilib tashlaganlar hozir ko'rib turibdi. Chiqdi Qosim aka. Mana bo'z chiqdi. Fozil aka, agar sheyga tashlagan bo'lsa bizlar e'tiroz qilmaylik, yangi zot aytamiz-da. Shu yigit chiqdi. Hamma bu yoqqa ke. Yangi tagaga ke, tratrayda qora takanapka. Qaytarib qo'yib beraman agar men shu yigit chiqdi hozir boshqa. Tanimayman bu yigitni men. Ya, yaxshi biz ko'rib turibmiz. Prosta biz o'rtakash deganimizning ma'nosi, o'rtoqlar hozir sarkaga tashlagan polvonni men e'lon qilaman. Oq bo'rini egasini. Og'aylar o'smirim polvonlarimizdan Abdumalik polvon Oxindan. Otasi Qo'mboni Oqburda hozirgi to'yxonani sarkasini xoppa qilib tashladi va oldi. Ana endi yana bir qul sizlatma, keyin marraga ketasan, katta zot aytaman. Haydash. Bugungi to'yimizda og'aylar sizlatma. Poster. Ol ketiyam to'yxonadan bir sarka yakka qilib tashla. Abdumalik polvonday. Og'aylar, Komil akamizni o'g'li Alisher akamizni hisobida. Marhamat. Komil aka